Kiring. Assalomu alaykum xo'jayin. Va alaykum assalom. Keling, nima gap? Xo'jayin, shu bugun bir kunga menga ruxsat bersangiz, javob so'rab kirdim. Nima gap? Tinchlikmi? Haligi keliniz, ya'ni xotinim bilan do'kon aylanmoqchi edik. Ertaga qarindoshimiznikida to'y edi. Shunga xotinimga bosh oyoq kiyim kechadiganday, keyin tilla taqinchoq, tilla uzun olib berishim kerak. Qo'ymabdi keliniz. Bozorga tushaylik, do'konga tushaylik deb. Bu nima degan gap axir? Bu ishxonami o'zi nimadi bu? Hali bittanglar bozor o'char desanglar, bittanglar magazin aylanaman desanglar, bittanglar to'y desanglar, bittanglar mazamni yo'q desanglar. Bu nima ishmi bu yo karvonsaroymi bu? Yana siz meni gapimga xafa bo'lmang. O'zi ishlarimiz boshimizdan oshib toshayotgan bo'lsa, shanba, yakshanba ham o'zi ish kunini rejalashtiryapmiz hozir. Meni gapimdan xafa bo'lmang lekin. Sizga hozir ruxsat beraman. Rahmat xo'jayin. Umringizdan baraka toping. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman.